Demak, bugungi kunimizda qisqagina obzorcha, основной obzorim bozor borib, kunimni yakunlaganim haqida. Chunki kunning ikkinchi yarmidan olganman videoga boshidan olishga ulgurmay qoldim. Ishlar juda ham ko'p edi, videoga olishga vaqt bo'lmadi. Qizim bilan birga oziq-ovqat olishga bozor borgandik, kolxoz bozorga. Lekin undan oldin biza archalarni, archa o'yinchoqlarni tomosha qilib chiqishdik. Bitta archa olishimiz kerak o'yinchoqlar bilan birga. Shu uchun narx-navlar bilan tanishaylik, bezaklarni, archani narxini bilib olaylik. Shunga qarab reja qilib kelasi safar kelib xarid qilamiz degan niyatga kirgandik. Bezaklarga havasimiz keldi. Ayniqsa archalarga juda ham havasimiz keldi. O'rtacha kichikroq archa olmoqchi edik biza. 200 ming, 250 ming, 180 minggacha narxlari bor ekan. Yaxshiroq, balandroq 2 metr bo'lgan archalar narxlari 600, 800, 1,5 milliongacha ekan. O'sta qaytib oziq-ovqatimizga qaytdik, chakka oldik, kartoshka oldim. Narxi 6 mingdan ekan kartoshkani. Piyoz oldim. Piyoz narxi 3 kilosi 10 ming so'm. Sabzi oldim. 4 mingdan ekan kilosi. Turp oldim. Turpning narxi esimda qolmadi. Undan tashqari magazinga, bozorning ichidagi do'konlarga kirib, makaron, guruch, tuz, har xil mayda chuydalardan ham oldik. Taksiga minib uyga ketayotgandik. Birdani uzumga kirishimiz kerakligi esimizga tushib qoldi-yu, uzum magazinga bordik. Uzum marketdan, demak, posilkamizni oldik. Bu oyijon bilan tug'ilgan kunlarga sovg'a. U yerdan chiqib, uyga yo'l oldik qaytib. Qizim mashinada charchab, uxlab qoldi. Uyga kelib darrov osh damladik. Juda ham kech bo'lib qolgandi. Oshimizni bo'lganimizdan keyin mana shunaqa bolalar bilan birga kechki vaqtni o'tkazdik. Gul yasadik, kuchukcha yasadik. Bachara mazza qilib o'ynab, charchab, uxlab qoldi. Kunimiz yakunlandi.